tumani Avangard 8dagi Sholikor. Mana elektrochka yo'q, bemalol aka, menga qarang. Shu yaxshimi aka, menga qarang. Aka. Shu ishingiz yaxshimi? Aka. Limon qilyapsizmi? 12-oktyabr 2025-yil Bekobod tumani Yangihayot mahalla fuqarolar yig'in hududidan oqib o'tuvchi ichki zovurda ikki noma'lum shaxs tomonidan elektr qarmoq yordamida noqonuniy baliq ovlaganlik holati ijtimoiy tarmoqlarga video murojaati joylandi. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi tomonidan berilgan topshiriqqa asosan tezkor tartibda huquqbuzarlar shaxsiga aniqlik kiritilib, ushbu holat bo'yicha tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Rasmiylashtirilgan hujjatlar huquqni muhofaza organlariga topshiriladi. Men shundan pushaymonman. Boshqa bundan qaytarilmayman. Boshqalarga tavsiya qilmayman. Biz elektr qarmog'idan baliq ovga chiqdik. Biz baliq ushladik elektr qarmog'ida. Buni jinoyatligini bilmagandik. Shunga boshqalarga tavsiya qilmaymiz. Yana bu baliqlar ushlashga qilgan ishimdan pushaymonman.